Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan Tog'ay Murodning qalblarga yaqin, achchiq haqiqatlar bilan to'yingan otamdan qolgan dalalar asariga safar qilamiz. Bu asar nafaqat yer haqida, balki odamning qalbi, or-nomusi va ota merosiga bo'lgan sadoqat haqida. Asardagi eng katta dard odamlarning yer uchun kurashi. Yer shunchaki mol-mulk emas, unda odamning tarixi, ajdodlar ruhi yashaydi. Tog'ay Murod qahramonlari esa shu muqaddas merosni yo'qotish yoqasida qoladi. Asarda ota obrazi faqat bir inson emas, balki millatning ustuni, halollikning timsoli. Ota qoldirgan dalalar bu o'tmishdan kelgan vasiyat, lekin shu vasiyatni asrab qolish hammaga ham nasib etmaydi. Tog'ay Murod bizni eng o'tkir lahzaga olib keladi. Inson o'z ajdodidan qolgan merosni asrab qola olmasa, bu faqat moddiy yo'qotish emas, bu ruhning sindirilishidir. Asardagi qahramonlar aynan mana shu sinovni boshdan kechiradi. Asar yakuni bizga shuni o'rgatadi: yer bu hayotning ildizi. U kimning qo'lida bo'lishidan qat'iy nazar, yer qadrini bilgan insonning qalbi hech qachon yengilmaydi. Tog'ay Murodning ovozi bugun ham dalalar uzra eshitilib turganday.